Mana bu programmamizni ishga tushirdik. Buni oti InfoPlus, ya'ni дополнительный informatsiya beradi hamma narsa. Buni vazifasi nimadan iborat? Agar bir nechta firmalarni boshqarsangiz, 20 ta, 30 ta, 50 ta xohlagancha firmani boshqarsangiz, bitta platformaga kiritib qo'yasiz. Hamma dedoksmi, soliqmi, hamma danniylari bitta joyga keladi. Mana bir ko'rsatib boraman. O'ng taraf tepasida kirish bor kabineti. Bitta xohlagan firmangizni bittasini основной qilib qo'yasizda. Mana masalan bittasi bilan kirasiz. Men o'zimni firmam bilan kiraman. Mana kirdim. Bitta o'ng tarafda добавить bor. Bitta firmangizni firma 1 deylik. Firmangizni Dedox akkauntini biriktirib qo'yasiz. Ikkinchisida xuddi shu firmani MySoliq akkauntini biriktirib qo'yasiz. Bu nima beradi bizga? Mana qarasanglar chap tomonda har bitta firmani nomi yozilgan. Qaysi statusda Dedoxda ichida nechta dokument kelganligini ko'rsatib turadi. Ya'ni shu firmada Dedoxda qancha yangi hujjat kelganini bilib turadi. Mana bu yonidagi qizil bu shu firmada yangi hujjat bor, o'qilmaganligini bildiradi. Ya'ni kirib o'qishga to'g'ri keladi. Shu yangi hujjatlarni aytib qo'yadi. Mana masalan Time Service degan firmamizda ikkita yangi hujjat bor. Rongtonda bitta hujjat bor, Fortuna Hotelda bitta hujjat bor, Dedox ichida o'qilmagan. Yangi funksiya qo'shdik. Mana masalan shu ichida qanaqa hujjat ko'rinmagan bo'lsa, qanaqa hujjat kelgan bo'lsa, ichini ustini bossa, ichida ko'rsatadigan ham qildik. Masalan, Time Service'da akt kelgan va shot faktura kelgan. Bu kontragentlarimiz nima summaga, qaysi vaqtda va ko'rsatishni bossak, yangi okошкада, yangi oynada xuddi shu shot fakturani va aktni hujjati ichini ko'rsatadi. Dedoxda qanaqa ko'rsatsa, xuddi shunaqa ko'rsatadi. Buni qulay tarafi bunda hujjatni ko'rish mumkin. Ikkinchisi shot faktura. Buni ham ko'rish mumkin. Ichida qaysi shot faktura kelgan, nima bo'yicha, nima haqida. Buni yaxshi tarafi shundaki, har bitta firmadan, har bittasi bittadan kirib o'tirmasdan, shu firmani o'zidan, shu joyi o'zidan ko'rish mumkin. Bir 10 ta firmangiz bo'lsa, 10 ta firmani Dedoxi ham, MySoliq ham hammasi bitta joyda ko'rinadi. Bu Dedox bo'yicha. MySoliq bo'yicha yana nimalar bor? MySoliqda mana status MySoliq, ya'ni firmada qancha qarzdorlik borligini ko'rsatadi. Ya'ni akt sverka qilganingizda, dalolatnoma qilganingizda mana 999 so'm qarzi bor. Yoki boshqa mana Fushing tugamizda 3 million qarzi bor, ya'ni soliq bilan qanaqa tafovut beradi, qarzi bor degan. Endi avtokameral bor. Avtokameralar mana bu 534 million avtokameral beryapti. Ya'ni firmangizda avtokameral chiqib qolsa, uni ham sразу ko'rsatish mumkin va siz sразу reaksiya berishingiz mumkin. Yaxshi taraf, har bittasini bittadan bir chiqa olmaysiz. Mana masalan Mimicha servis, dolgi bor, 3 million dolgi bor. Fikrlar blog'i masalan buniki 1 million dolgi bor. Buni avtokamerali bor. Mana avtokamera 12 million. Buni hammasini qarab qo'yish. Bunga yaxshi tarafi xuddi shunaqa hozir yangi qo'shgan narsamiz Rongtonda mana ichida Rongtonda Dedoxga mana shu hujjat kelgan. Buni ichini kirib, mashhur o'zidan ko'rib hal qilsa bo'ladi. Ya'ni har bittasi kirib o'tirmasligi mumkin. Xohlagancha firma qo'shish mumkin. Masalan, agar 10 ta firmangiz bo'lsa 10 ta, 50 ta bo'lsa 50 ta qo'shish mumkin, hammasini ko'rsatadi. Yana bitta funksiyalardan bittasi yangi masalan mana bu yoki Huasha Jetonga bitta yangi hujjat kelib qolsa, sразу mana qizil bo'ladi, tepaga chiqadi. Prioritetni, ya'ni bu firmaga qarang, ichida narsa kelganidan ma'lumotni bildiradi. Hop, yana keyingi masalalarimiz bitta balans bor. Balans nima degani? Har bitta firma qo'shganingizda 7 kun sizga bepul ishlatish imkoniyatini beradi. Ya'ni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ishlatib ko'rib yoqsa ishlatasiz. Ya'ni 7 kun bepul ishlatish imkoniyati. 7 kundan keyin har bitta firmaga 1 oyiga 1000 so'mdan to'lov qilganmiz. Hozirgi kunda tarifimiz shunaqa. 1000 so'mdan to'lov qilasiz, yana 1 oy ishlataveradi. Bu yerda xuddi shunaqa balans to'ldirishlari klik orqali ishlayapti, Payme va bank orqali. Bu yerda tranzaksiyalarni o'tkazilgan, qachon necha pul o'tkazilgan va qaysi firmaga necha pul yechilgan, qaysi oyga cho'zilgan hammasi yozilgan. Nastroykalarda Telegram bor. Telegramda, ya'ni har bitta kelgan firmangizda
sizga yetib turadi. Mana bu anaqaga aktivniy bo'lgan bitta 5 tagacha Telegram ulab qo'yasiz. Ya'ni sizni hisob kabinetingizga bitta 3 ta mashq kelsa, Telegramingizga har yarim soatda yoki nastroykadan yana nastroyka qilamiz. Bir kunda bir marta, 6 soatda bir marta deb nastroykalar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sizga уведомление boradi, что qaysi firmalarda yangi hujjatlar bor qarab qo'yishingizni so'raydi. Hozir hujjatlar shunaqa bo'ldi, bilasizlar. Shot faktura har 10 kunda tasdiqlanishi kerak yoki bekor qilinishi kerak. Va yana bittasi markirovka qilingan hujjatlar bor. U bir kunda anaqa qilish kerak. Yo отказ qilinishi kerak, yo qabul qilinishi kerak. O'shaning uchun shunday momentlarni, vaziyatlarni o'tkazib olmaslik uchun shu narsalarni qilish kerak. Buni yaxshi programmamiz yaxshi tarafi shunda. Qolganda Comcost'ni yana anaqamiz bor, call centerimiz bor. Kirib bemalol ishlatib, so'rab yana qolgan anaqalarni qilishingiz mumkin, takliflarni berishingiz mumkin.